Netanyahu Vashingtonga signal yubordi. Tramp chekinadimi yoki Tel Aviv yolg'iz urush boshlaydimi? Dushman ruhimizni sindirishga harakat qilmoqda. Vitaliy Klichko Kiyev aholisini sovuq kechalarga tayyor bo'lishga chaqirdi. Bashar Asadning sukuti hokimiyat qulayotganida u nima uchun jang emas, o'yin o'ynashni tanladi. Himars afsonasiga putur yetadimi? Rossiya Himars tizimining muqobilini namoyish etdi. Rossiya aprel oyidan ayrim migrantlarga iste'dod vizasini berishni boshlaydi. Tramp roziligi ortida nima bor? Saudiya osmonida yangi davr boshlanmoqda. Yevropa qochqinlardan charchadimi? Ursula von der Leyen davrida qat'iy burilish.